Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 29-oktyabrdan 1-noyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 8-13 daraja iliq. Kunduz kunlari 29-31 kunlari 21-26 darajani tashkil etadi. 1-noyabr kuni esa 17-22 darajani tashkil etadi. Ushbu kunlari respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 29-oktyabr kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, baland tog'li hududlarda esa qorga aylanishi mumkin. 30-oktyabr 1-noyabr kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol g'arbiy yo'nalishini o'zgartirib sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 1-6 daraja iliq, kunduz kunlari 13-18 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.